Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani gaplashaman. Internetda yangi qonun nomer 12337 qabul qilindi. Endi mulk huquqini olib qo'yadi degan vahimali xabarlar tarqalmoqda. Bu mavzu har birimizga tegishli. Uyingiz bo'lsa ham, hovlingiz bo'lsa ham, yer uchastkangiz, do'koningiz, garajingiz yoki merosdan qolgan mulkingiz bo'lsa ham bu ma'lumotni bilishingiz shart. Men sizga bu masalani oddiy tilda, yurist sifatida tushuntirib beraman. Aslida nima o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar qo'rqmasligi kerak? Mulkingizni himoya qilish uchun hozirdan qanday hujjatlarni tartibga keltirish zarur? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib sizning uyingizni, pulingizni va asabingizni saqlab qolishi mumkin. Avvalo eng muhim narsani aniq qilib olaylik. Hech qaysi davlat organi shunchaki menga yoqmadi deb sizning xususiy mulkingizni olib qo'ya olmaydi. Mulk huquqi O'zbekiston qonunchiligida himoyalangan. Uy, kvartira, yer, do'kon, ishlab chiqarish binosi, meros mulki, hadya qilingan uy, ipotekadagi kvartira, bularning barchasi qonuniy asos bo'lsa, sizniki hisoblanadi. Lekin oxirgi paytlarda odamlarni xavotirga solayotgan masala shundan iboratki, yangi tartiblar mulk huquqiga befarq qaragan, hujjatlarini rasmiylashtirmagan, yer maqsadsiz ishlatgan, noqonuniy qurilish qilgan yoki davlat ehtiyoji uchun ajratilgan hududda joylashgan mulk egalariga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'pchilik uy sotib olardi, lekin hujjatlarni oxirigacha tekshirtirmasdi. Masalan, otamdan qolgan mahalla biladi, yig'im yildan beri shu yerda yashaymiz, kadastri keyin chiqadi. Qo'shnim ham shunaqa qilgan degan gaplar bilan yillar o'tardi. Kimdir yerga vaqtincha ruxsat bilan bino qurardi, keyin uni do'kon qilib ishlatardi. Kimdir hovlining oldiga yana 2 sotiq qo'shib olardi. Kimdir garajni turar joyga aylantirardi. Kimdir umumiy foydalanishdagi yo'lakni devor bilan o'rab olardi. Oldin bunday holatlar ko'p joyda ko'z yumib kelingan bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgarmoqda? Asosiy o'zgarish shundaki, mulk va yer bilan bog'liq ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda. Kadastr bazalari, soliq bazalari, mahalla ma'lumotlari, qurilish ruxsatnomalari, yer ajratish qarorlari bir-biri bilan solishtirilmoqda. Agar hujjatdagi yer 6 sotiq bo'lsa, amalda 8 sotiq egallab olingan bo'lsa, bu ko'rinadi. Agar uy turar joy sifatida ro'yxatda tursa, lekin amalda mehmonxona, sex yoki do'kon bo'lib ishlatilsa, bu ham savol tug'diradi. Agar yer qishloq xo'jaligi uchun berilgan bo'lsa-yu, u yerga restoran qurilgan bo'lsa, bu ham xavfli holat. Men eng avvalo mulk huquqi qachon xavf ostiga tushishini oddiy misollar bilan tushuntiraman. Xavfning birinchi turi hujjatsiz yoki chala hujjatli mulk. Masalan, siz 2010 yilda tanishingizdan hovli sotib oldingiz. Pulni berdingiz, tilxat oldingiz, lekin notarius orqali rasmiy oldi-sotdi qilmadingiz. Hozir hovlida yashayapsiz, kommunal to'lovlarni to'layapsiz, qo'shnilar sizni egasi deb biladi. Lekin kadastrda mulk hali ham eski egasining nomida turibdi. Mana shu eng xavfli holat. Chunki qonun oldida siz yashovchi bo'lishingiz mumkin, lekin mulkdor sifatida tan olinmasligingiz ehtimoli bor. Ikkinchi misol. Sizga otangizdan hovli qolgan. Oilada 5 nafar merosxo'r bor. Ona, 2 aka, uka, 2 opa singil. Hamma og'zaki kelishgan. Uy ukamizga qolsin. Lekin meros rasmiylashtirilmagan, notariusga borilmagan, kadastr nomi o'zgarmagan. Oradan 8 yil o'tadi. Endi aka yoki opa fikridan qaytsa yoki ularning farzandlari meros ulushini talab qilsa, katta nizolar boshlanadi. Bunday holatda men shu uyda yashab kelganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Hujjat kerak. Uchinchi misol. Siz 6 sotiq yer sotib oldingiz, lekin amalda yon tomondagi bo'sh yerdan yana 1 sotiq qo'shib davor olib chiqdingiz. Hovlingiz chiroyli bo'ldi, bog' qildingiz, oshxona qurdingiz. Lekin kadastrda sizga tegishli maydon 6 sotiq. Qolgan 1 sotiq davlat zaxirasida yoki yo'l, ariqqa umumiy foydalanish hududiga tegishli bo'lishi mumkin. Yangi nazorat tizimlarida bunday farq aniqlansa, sizdan noqonuniy egallangan qismni bo'shatish talab qilinadi. Ba'zi hollarda jarima ham bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda esa qurilmani buzish masalasi ko'tariladi. 4-misol, sizning kvartirangiz bor, 1-qavatda joylashgan. Siz uni do'konga aylantirdingiz. Old tomondan eshik ochdingiz, ichki devorni olib tashladingiz, reklama ilib qo'ydingiz. Agar buning uchun hokimlik, arxitektura, kadastr va tegishli idoralardan ruxsat olinmagan bo'lsa, bu muammo tug'diradi. Chunki turar joy fondidagi obyektni noturar joy sifatida ishlatishning o'z tartibi bor. Uy ko'p qavatli bo'lsa, qo'shnilarning huquqi,
bino konstruksiyasi xavfsizligi, yong'in xavfsizligi, sanitariya talablariga rioya qilinishi kerak. 5-misol, yer sizga dehqon xo'jaligi yoki bog'dorchilik uchun berilgan. Siz esa u yerda avtoservis yoki omborxona ochdingiz. Yerning toifasi va foydalanish maqsadi juda muhim. Agar hujjatda qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun deb yozilgan bo'lsa, bu yerda ko'p qavatli uy, magazin, sex yoki to'yxona qurish mumkin emas. Bunday vaziyatda davlat organlari siz yerni belgilangan maqsadda ishlatmayapsiz deb da'vo kiritishi mumkin. Endi kimlar qo'rqmasligi kerak? Agar sizning uyingiz notarius orqali qonuniy olingan bo'lsa, kadastr hujjati mavjud bo'lsa, mulk sizning nomingizda davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, yer maydoni hujjat bilan amaldagi holatga mos bo'lsa, soliq qarzlaringiz haddan tashqari katta bo'lmasa, qurilishlar ruxsat bilan qilingan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Qonuniy mulkdor o'z mulkidan foydalanish, uni sotish, hadya qilish, meros qoldirish, garovga qo'yish huquqiga ega. Lekin men tajribamda ko'p ko'rganman. Odamlar uy sotib olayotganda faqat narxga qaraydi. Arzon ekan, joyi yaxshi ekan. Hozir olmasam boshqasi olib qo'yadi deb hujjatni tekshirmaydi. Masalan, bir odam $1,000 hovli oladi. Sotuvchi kadastr bor deydi. Xaridor kadastr borligini ko'radi, lekin unda kimning nomi yozilganini, yer maydoni qancha ekanini, taqiq yoki garov bormi yo'qligini tekshirmaydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, hovli bank kreditiga garovga qo'yilgan yoki meros bo'yicha nizo bor yoki uyning yarim boshqa shaxs nomida. Natijada xaridor pulidan ham, uydan ham ajralishi mumkin. Yana bir muhim masala, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish. Odamlar aynan shu joyda ko'proq qo'rqadi. Yo'l qurilishi, metro, maktab, shifoxona, ko'prik, kanal, elektr tarmog'i, shaharsozlik loyihasi uchun ayrim yer uchastkalari kerak bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda davlat bu hudud kerak deb chiqishi mumkin. Lekin bu sizning mulkingiz bepul olib qo'yiladi degani emas. Qonuniy tartibda kompensatsiya kelishuv, baholash, ogohlantirish, muqobil joy yoki pul to'lovi masalalari bo'lishi shart. Masalan, sizning 4 xonali uyingiz yo'l kengaytiriladigan hududga tushdi. Uy kadastrida bor, yer qonuniy, siz mulkdorsiz. Bunday holatda sizga ertaga chiqib keting deyishlari qonuniy bo'lmaydi. Avval sizga yozma xabar berilishi, mulk baholanishi, kompensatsiya shartli muhokama qilinishi, kelishuv tuzilishi kerak. Agar taklif qilingan summa bozor qiymatidan past bo'lsa, siz mustaqil baholovchi chaqirishingiz, e'tiroz bildirishingiz, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Boshqa vaziyat, bir odam davlat zaxirasidagi yerda hujjatsiz uy qurib olgan. U yer keyinchalik yo'l loyihasiga tushdi. Mana bu yerda ahvol boshqacha. Agar mulk umuman rasmiylashtirilmagan bo'lsa, kompensatsiya olish ancha qiyinlashadi. Ba'zan qurilish xarajatlari, yashash holati, uzoq yillik foydalanish kabi faktlar ko'riladi. Lekin bu qonuniy mulkdor bilan bir xil kafolat degani emas. Shuning uchun men doim aytaman, hujjat bu shunchaki qog'oz emas, bu sizning qalqoningiz. Endi eng ko'p e'tibor berilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, kadastr hujjati borligi har doim ham hamma narsa ideal degani emas. Kadastrda obyekt bor, lekin yer maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Uy rejasida 3 ta xona ko'rsatilgan, amalda esa 6 ta xona va qo'shimcha imorat bo'lishi mumkin. Hujjatda hovli 5 sotix, amalda 7 sotix. Bu farqlarni oldindan aniqlash kerak. Ikkinchi nozik nuqta, eski qarorlar. Ba'zi odamlarda hukmning 1995 yilgi yoki 2 yilgi qarori bor. U paytda yer berilgan, lekin keyinchalik kadastr ro'yxatidan o'tkazilmagan. Odam menda qaror bor deb yuradi. Qaror muhim hujjat. Lekin mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tishi ham juda muhim. Agar ro'yxatdan o'tkazish qilinmagan bo'lsa, huquqni tasdiqlashda muammo chiqishi mumkin. Uchinchi nozik nuqta, oilaviy mulk. Er-xotin nikoh davomida uy sotib olgan bo'lsa, hujjat faqat erning nomida bo'lsa ham, ko'p hollarda bu umumiy mulk hisoblanadi. Er yashirincha uyni sotmoqchi bo'lsa, xotinning roziligi kerak bo'ladi. Xuddi shunday. Xotin nomida bo'lgan mulk ham nikoh davrida umumiy mablag'i olingan bo'lsa, erning huquqi bo'lishi mumkin. Shuning uchun uy sotib olayotganda sotuvchining oilaviy holatini ham tekshirish zarur. 4-chi nozik nuqta, meros. Mulk egasi vafot etgandan keyin meros ishini vaqtida ochish kerak. Ko'pchilik ona tirik keyin qilamiz yoki aka-ukalar kelishgan deb yuradi. Lekin vaqt o'tgani sayin merosxo'rlar ko'payadi. Farzandlar, nabiralar, turmush o'rtoqlar, boshqa da'vogarlar paydo bo'ladi. Bir uyning hujjatini to'g'rilash uchun ba'zan 10 nafar odamning roziligi kerak bo'lib qoladi. Bu esa juda qiyin. 5-nozik nuqta, ipoteka va garov. Agar uy bank garovida bo'lsa,
uni sotish, hadya qilish yoki boshqa shaxsga o'tkazish cheklangan bo'lishi mumkin. Siz uy olayotganda albatta taqiq, garov, sud nizosi, ijro hujjati bor yo'qligini tekshiring. Buning uchun notariusda kadastr ma'lumotlarida tegishli reyestrlarda ma'lumot olinadi. Sotuvchi yaxshi odam ekan degan ishonch yetarli emas. 6-nozik nuqta soliq qarzlari va kommunal qarzlar. Mulk huquqini soliq qarzi sababli darhol olib qo'yishmaydi. Lekin katta qarzlar ijro tartibida muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, odam katta soliq qarzini to'lamaydi. Sud qarori chiqadi. Ijro organlari mulkka taqiq qo'yadi. Keyin u mulkni sota olmaydi, garovga qo'ya olmaydi. Ba'zi holatda qarzni undirish uchun mulk auksionga chiqarilishi ham mumkin. Bu ham mulkdan ajralishning real xavfidir. 7-nozik nuqta noqonuniy qurilish. Agar siz ruxsatsiz qo'shimcha qavat qurgan bo'lsangiz, ayniqsa ko'p qavatli uylarda bu faqat hujjat masalasi emas, xavfsizlik masalasi hamdir. Bir devorni olib tashlash butun binoning konstruksiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun arxitektura va qurilish nazorati bunday holatlarga jiddiy qaraydi. Men o'z uyimda nima qilsam o'zim bilaman degan tushuncha noto'g'ri. Sizning mulkingizdan foydalanishingiz qo'shnilarga, jamoat xavfsizligiga va shaharsozlik qoidalariga zarar yetkazmasligi kerak. 8-nozik nuqta yer uzoq vaqt foydalanilmasa, ayrim yer uchastkalari ma'lum maqsad uchun beriladi. Agar odam yerni olib, yillar davomida bo'sh tashlab qo'ysa, qurilish qilmasa, dehqonchilik qilmasa, foydalanish majburiyatlarini bajarmasa, tegishli organlar savol berishi mumkin. Ayniqsa tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, investitsiya majburiyatlari bo'lgan yerlar bo'yicha bu juda muhim. 9-nozik nuqta umumiy mulkdagi ulush. Masalan, sizda uyda 3 ulush bor. Siz o'zingizni butun uyning egasi deb hisoblashingiz mumkin. Lekin huquqiy jihatdan siz faqat ulushingiz egasisiz. Uyni sotish, bo'lish, qayta qurish, ijaraga berish masalalarida boshqa ulushdorlarning huquqi bor. Ulushli mulkda har bir harakat hujjat bilan, kelishuv bilan qilinishi kerak. 10-nozik nuqta og'zaki kelishuvlar. Men eng ko'p uchratadigan muammo shu. Akam rozi edi, qo'shnim ruxsat bergan, hokimiyatdagilar aytgan, mahalla raisi biladi. Bularning hammasi nizoda juda zaif dalil bo'lishi mumkin. Mulk masalasida og'zaki gap emas, yozma hujjat ishlaydi. Agar kelishuv bo'lsa, yozing. Agar pul bergan bo'lsangiz, bank orqali o'tkazing yoki notarial tartibda rasmiylashtiring. Agar kimdir rozilik bersa, notarial rozilik oling. Endi eng muhim qism, siz bugundan nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq ro'yxat beraman. Birinchi qadam, mulkingiz bo'yicha kadastr hujjatlarini tekshiring. Kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tganligi haqidagi ma'lumot, yer maydoni, bino maydoni, xonalar soni, mulkdor, F2, manzil, hammasi amaldagi holatga mosmiy tekshiring. Agar hujjatda taqiq kvadrat metr deb yozilgan, amalda ko'lik derti kvadrat metr bo'lsa, bu farq qayerdan paydo bo'lganini aniqlang. Ikkinchi qadam, mulkingiz kimning nomida ekanini aniqlang. Uyda siz yashayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin hujjatda otangiz, onangiz, sobiq turmush o'rtog'ingiz yoki boshqa qarindoshingiz nomi turishi mumkin. Bunday holatda zudlik bilan meros, hadya, oldi sotdi yoki ulush masalasini rasmiylashtirish haqida o'ylang. Uchinchi qadam, taqiq va garovlarni tekshiring. U yoki yer ustida bank garovi, sud taqiqi, ijro organlari cheklovi, nizom mavjudmi, bilib oling. Buni notarius orqali, kadastr xizmatlari orqali, zarur bo'lsa yurist yordamida tekshirish mumkin. Ayniqsa mulk sotib olayotganda bu majburiy qadam bo'lishi kerak. 4-qadam, merosni cho'zmang. Agar mulk egasi vafot etgan bo'lsa, notariusga murojaat qiling. O'lim haqidagi guvohnoma, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh guvohnomasi, kadastr hujjatlari, meros qoldiruvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing. Meros masalasida vaqt o'tgani sari ish osonlashmaydi, aksincha murakkablashadi. 5-qadam, noqonuniy qo'shimcha qurilishlarni tahlil qiling. Agar hovliga qo'shimcha xona, oshxona, do'kon, ombor, 2-qavat qurgan bo'lsangiz, bu qurilish hujjatda aks etganmi yoki yo'qmi, tekshiring. Agar rasmiylashtirish imkoniyati bo'lsa, tegishli tartibda kadastr va arxitektura organlariga murojaat qiling. Agar qurilish umumiy yo'l, ariq, qo'shni yer yoki davlat yerga chiqib ketgan bo'lsa, vaziyatni kechiktirmasdan hal qiling. 6-qadam, yerning foydalanish maqsadini tekshiring. Hujjatda yakka tartibdagi uy-joy qurish, dehqon xo'jaligi, qishloq xo'jaligi, tadbirkorlik obyekti, noturar joy kabi yozuvlar bo'ladi. Siz amalda shu maqsadda ishlatyapsizmi? Agar yo'q bo'lsa, maqsadni o'zgartirish mumkinmi? Qanday ruxsatlar kerak? Shuni aniqlang. Aks holda keyin jarima
buzdirish yoki yer huquqini bekor qilish xavfi paydo bo'lishi mumkin. 7-qadam. Davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish haqida xabar kelsa, shoshilib imzo qo'ymang. Sizga qandaydir kelishuv. Kompensatsiya hujjati. Rozilik arizasi olib kelishsa, avval o'qing. Baholash summasini tekshiring. Mustaqil bog'liq chaqirishga haqqingiz bor. Hujjatni yuristga ko'rsating. Sizga og'zaki va'da berishsa, masalan, keyin yaxshiroq uy beramiz. Pul keyin tushadi. Hozir imzo qo'yavering deyishsa, bunday vaziyatda juda ehtiyot bo'ling. Har bir va'da yozma bo'lishi kerak. 8-qadam. Barcha to'lovlarni tartibga keltiring. Yer va mol-mulk solig'i, kommunal to'lovlar, ijaraga berilgan bo'lsa, ijara shartnomasi, tadbirkorlik ishlar bo'lsa, litsenziya va ruxsatnomalar hammasi tartibli bo'lsin. Mulk huquqini himoya qilish faqat kadastr bilan tugamaydi. Siz mulkdan qanday foydalanayotganingiz ham muhim. 9-qadam. Hujjatlarni raqamli va qog'oz shaklida saqlang. Kadastr pasporti, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, arxitektura ruxsatnomasi, baholash hujjatlari, to'lov kvitansiyalari. Bularning hammasini skaner qilib, telefoningizda, elektron pochtangizda, alohida fleshkada saqlang. Qog'oz nusxalarini esa namlikdan yo'qolishdan ehtiyot qiling. 10-qadam. Agar sizga nisbatan da'vo, ogohlantirish yoki buzdirish haqida xat kelsa, muddatni o'tkazib yubormang. Ko'p odam xatni oladi, asabiylashadi, keyin javoniga tashlab qo'yadi. Oradan 10 kun, 11 kun, oy o'tadi. Keyin esa shikoyat qilish muddati o'tib ketgan bo'ladi. Har qanday rasmiy xatga yozma javob bering. Javobda hujjatlaringizni ilova qiling. E'tirozingizni aniq yozing. Zarur bo'lsa sudga murojaat qiling. Qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda kadastr bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz. My.uz orqali ham ayrim ma'lumotlarni olish mumkin. Notariusdan mulkni rasmiylashtirish, meros oldi-sotdi, hadya, rozilik masalalarini hal qilasiz. Agar davlat organi qaroridan norozi bo'lsangiz, yugurib turuvchi organga shikoyat, prokuraturaga murojaat yoki ma'muriy sudga da'vo berish yo'llari bor. Agar kompensatsiya bahosi past bo'lsa, mustaqil baholovchi xulosasi va sud orqali huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. Arizada nima yozish kerak? Masalan, kadastrdagi xatoni tuzatmoqchi bo'lsangiz, menga tegishli bo'lgan falon manzildagi ko'chmas mulk bo'yicha kadastr ma'lumotlarini amaldagi holatga solishtirib, aniqlangan tafovutlarni qonuniy tartibda ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozasiz. Ilovaga pasport nusxasi, mulk hujjati, kadastr hujjati, mavjud bo'lsa eski qarorlar, fotosuratlar, to'lov kvitansiyalarini qo'shasiz. Agar davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish bo'yicha ogohlantirish olgan bo'lsangiz, arizada mulkimning bozor qiymatini mustaqil va adolatli baholash, kompensatsiya shakli va miqdori bo'yicha yozma taklif berish, kelishuv imzolangunga qadar mulk huquqimga daxl qilmaslikni so'rayman deb ko'rsatish mumkin. Albatta, har bir holat alohida. Shuning uchun katta qiymatdagi mulk bo'lsa, yurist bilan maslahatlashish juda muhim. Demak, azizlar, yangi qonun mulkni olib qo'yadi degan gapni eshitib vahimaga tushish kerak emas. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Qonuniy hujjatlari joyida, kadastri to'g'ri, merosi rasmiy, qurilishi ruxsatli mulk egasi o'z huquqini himoya qila oladi. Eng katta xavf hujjatsiz uy, noto'g'ri kadastr, noqonuniy qurilish. Merosni rasmiylashtirmaslik, yerning maqsadsiz ishlatilishi va og'zaki kelishuvlarga ishonib yurishda. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq mulkingiz hujjatlarini olib birma-bir tekshirib chiqing. Kadastr kimning nomida? Yer maydoni mosmi? Meros hal qilinganmi? Garov yoki tahqiq yo'qmi? Qurilishlar rasmiylashtirilganmi? Shu savollarga javob topsangiz, ertaga kutilmagan muammolardan o'zingizni himoya qilasiz. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Uyingiz hujjatida muammo bormi? Kadastrda tafovut chiqqanmi? Davlat ehtiyoji uchun kompensatsiya masalasiga duch kelganmisiz? Fikringiz boshqalarga ham foyda bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki mulk huquqini bilgan odam o'z uyini, yerini va oilasining kelajagini ancha kuchli himoya qiladi.